أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Namazı yine yukarı dersimizin devamını sütürdüğümüz. Bunun da imanın amelle buğa alakası qandaq deydi de. Alaqatul imani bil ameli. Zehebe ehlus sünneti ila ennel amele şertu kemalin fil imani. Femen ata bil ameli fekad hassalal kemale. ومن تركه فهو مؤمن لكنه فوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشروعيته وإلا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة. أهل السنة والجماعة pişvaları şunu var ki çukum emel imandaki bu mükemmellikinin şartı. Kemal şart bu. Şart ama kemal şart. Mükemmel oluşun şartı. Kimi ki bir emelni keltirelse şari buyurgan emelni tuluk keltirelgen bolsa yoki bir cheklemeden uzak turalgan bolsa çukum o adam qandaqan bo'ldi? Mükemmellikке erişken bo'ldi. Va kimiki uni qilolmabdi, uni tark etib qo'ygan bo'lsa, u mo'min. Lekin u odam o'zidincha bu mukammallikni mahrum qo'yib, bu kamollikni qochirib qo'ygan bo'ldi. Qachoniki ashundan bir istihlol bo'lmaganli bo'lsa, ama u mo'min, lekin bir kamal darajasiga mo'min emas. Qachon ashundan bir istihlol bo'lmasa degani, ya'ni Alloh taolo va Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam kitob va sunnaticha harom qilgan narsani halol sanash bo'lmagan bo'lsa, istihlalun degan harom qilgan narsani halol sanash bo'lmasa, billah. Ha, u odam mo'min, ammo kamal darajadagi mo'min emas. O'zi bir kamollikni yo'qotib qo'ygan bo'ldi. Yoki shariy ta'lo uchun bir buyunkeşlik, tarsalik, gadankesh qilish bo'lmagan bo'lsa, yoki u shariy ta'loninki yo'l qo'yganida yo'l qo'ygan u amalninki mashru kitob sunnatda yo'l qo'yilganligida shak shubhi bo'lmagan bo'lsa, o odam o'zidan mo'min deyildi, lekin biroz kamollik darajasida bir taban kamollik yo'qotib qo'ygan mo'min bo'ladi. Agar unda bu qascho billah Alloh harom qilganni istihlol qildi, halol sanabdi. Yoki unda inat tutdi, shariy ta'ala qarshi chiqish, bo'yintovlik qilish, gadankesh qilish vaqti. Yoki u amalning yo'l qo'yilishida kitobi sunnat uchun asli yilziba mashru ekanligida shak shubhilanib qolgan bo'lsa, billah u kafir. Qandaqki dindin bidarur ma'lum bo'lgan narsa haqidacha kufrlik qiluvchidir, kafir deyish bo'ladi deydi. وذهبت المعتزلة إلى أن العمل ركن من الإيمان لأنهم يقولون إن الإيمان عمل ونطق واعتقاد فمن ترك العمل فليس بمؤمن لفقد جزء من الإيمان وهو العمل ولا كافر لوجود التصديق فهو عندهم في منزلة بين المنزلتين ويسمى فاسقا وهي منزلة بين الإيمان والكفر ويخلد في النار ويعذب بأقل من عذاب الكافر. ومعتزلة جماعة biz yuqorida ketgandek Mu'tazila asli buniki bosh bayroqdori, bularning peshvosi Vasil ibn Ato degan kishi bu Hijriyaning 84-yili Madina Munavvar tug'ilgan bo'lib, bu Hasan Basriy ustozi Hasan Basriyninki ilmiy suhbat so'rovlarida
Müminlardan birisi ya müminlerin ya nima Müslümanların pişvası İmam Hasan Basri. Bir adam mesela bir günahı kebira irtikab qilgan bo'lsa, buni hukmi qandoq deb Hasan Basrining oldiga bu savolni tashlasa, bu nima qilgan? Bu aslida bu oqsoqollik javob berib, ya bu mo'min demaymiz, kofir demaymiz. Bel huwa fi manzilatin baynal manzilatayn. Balkim bu do'zax bilan jannatning o'ttirisida deb yüzü şu ilmi sohbet, ilmi halkıdan tatip çıkıp kılamla o mescidinki şunda bir bulunga, bir borudak bir binasını tatip kılamla şu yani merkez kılıp özün ilmi meşgulat işlerini şu davamlaştırıp gelgen. Mu'tazile degen aslında i'tazilodun çıkan isim paylı olan bulup ayrılvakçı. Degandek manada şu aşı ilmi sahneden aşmasınki bulunğa ayrılış sebep bilen bunu mu'tazile dep atılgan, atılıp kalgan. Mesela bunun baş işvası bayraktarı şu vasıfına tarih şu. Demek mu'tazile pırkısı var bu cemaası şunun kuvadik çokum emel degen imandan bir rukne. Çünkü ular deydi hakikaten iman, amel ve nutku bir şehadeteyn ve i'tikad. Üçü bir zat birbirinden ayrılmaydı. Tengsuz, farksız o üçü başında okşaştık bir erkan depti de. Kimi ki emelini terk etken bolsa mümin emas. Dep bana dep. Nim için ise imanın bir parçasını terk etkeşke. İmanın bir cüzüsüne terk etkeşke o mümin emas depti. لفقد جزء من الإيمان وهو العمل. O parça nimite وهو العمل. لفقد جزء من الإيمان iman bir parça yok kaşka. O parça وهو ay cüzü kayıtır. لفقد جزء من الأمل yani. O parçanın nimite emeldi. Ama onu kafirim değil olmaydı. Feleyse bi müminin ve la kafirin. Bi müminin gâetpi ve la kafirin. Ve kafirim değil olmaydı. Niye için tasdik ba? Mümin deyleysek emelden ibaret imanның bir ruknini, bir cüz'ini terk etip kılıp kaldı. Mümin demeyimiz. Kafir mi demeyimiz? Kafir deysek buna tasdik ba. Tasdik ba. Ama emel olmagan bilen depben aleyr. O adam ondaqda qandaq dese o mu'tazila'nın karşısında pi menziletin beynel menziletin. İki cayının oturusu bir cayda. Cennetle dozakta. Kapırlan mümin arlıqda yaki. Diyendek. İki urunun arlıqda müydaq oludu adam. Bunu pasık dep atıldı. Dep nam deyilipti. O adamın pasık mı deyildi. Vahiye yani o menziletin beynel menziletin o menzile beynel iman ol küfür degan bo'ldi. İman bilan küfür aralığıga degan bo'ldi deydi. Bu kishi ham do'zaxda mangu qoldirildi va unicho kofirlarning azobidan, kofirlar qilingan azobdan angsal yangilaroq azoblar bilan qanday qilindi? Azob qilindi deb una deydigan bo'ladi. وأغلب وأغلب الخوارج يرون كما يرى المعتزلة أن الإيمان مكون من الأجزاء الثلاثة التصديق والإقرار والعمل ولكن الخوارج يجعلونها في مرتبة واحدة فمن ترك العمل حكموا عليه بالكفر كفر اعتقاد أو كفر نعمة والخلود بالنار. Havaricilerin küpüncüsü şu oyun geldi ki kandaki mu'tazilla oylaşkandak şunu oylaştı ki hakikaten şu düşünce geldi ki hakikaten iman degen üç eczadın, üç parçadan birikken nasıl olaydı. Tasdik, ikrar, amel degen olsun. Ana mu'tazilla müşan degen diyor. Lekin havariciler çoğunu hemmini bir derece, bir mertebe kıldı.
Kimki amalni tark etsa, uni kufrga hukm qilaveradi. Qandaq küfürlənsə etiqadi küfürlən. Bil küfrü küfre etiqadım mayalda. Nima deganda men bil küfre etiqadım. Mastar özünün ki filnin əmilini qılıbdı da bir yerdə küfre etiqadım bu mef'ul mutlaq. Kimiki əməlini tərk etken bolsa onunğa küfürlən hüküm qılıverdi. Yine etiqadi küfürlən. Yaki nimet kapırırken küfürle hüküm qılıverdi. Ve nimeler vel huludi finnari. Vel huludi finnari. Ve devzakçı mengu qip qilishlar hüküm qiliverdi deydi. Bu havariclerin köpünsün karşımış şu. الرأي المختار من هذه الآراء هو أن العمل شرط كمال لأن الإيمان في اللغة التصديق فيستعمل شرعا في تصديق خاص ولا دليل على نقله المعاني الثلاثة كما زعم المعتزلة والخوارج. En yaxşı tallanğan köz qaraş qaysı dese bu xil köz qaraşlardan tallanğını olsun mu? Çoxum əməl degen kamal şart. Əhl-i sünne vel cemaale degendek bu nime şart kamal deydi. O nimden imandan bir nime emas, ola degendek bir parça emas, belki şart kemal deydi. Çünkü iman degan lug'atda tasdiq. İman degan lug'at ma'nosi tasdiq qilish yuqorida belirtgandek. Onu ishlatildi shar'iyda xos bir tasdiq qilish uchun. O'ngcha alayda bir tasdiq uchun ishlatildi da buni. U nimene ولا دليل على نقله للمعاني الثلاثة. Yok delil. O imanını yötkeşte. Yani üç managa yötkeşkiçe hiç kadar delil yok. İman degeni lügat tasdikte. Ama bunun üzerine üç managa yötkep ki bunun tasdik, ikrar ve amel üçüylüsü bir iman bu dep. Bu iman degen kelimenin manisi tasdik degen manadan çıkarıp Ayakı tasdik, ikrar ve amelde bu üçülüsü kartıp, üçülüsü işiltiş hiç kadar delil yok deydi. Kandaki muatiziller ve havariciler oylagendek, yaki şula işletgendek, bu iman degen kelime üçülüsü işletgendek, bundaga bu imanni özününki tasdik degen manasını çıkarıplamla, bu kelime işiltiş hiç kadar delil yok. Aslı bu iman degen fakat tasdik hassa. Muşul işletildi beşeriyde deydi. أدلة أهل السنة أولا دلت النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقوله تعالى وقوله تعالى كقوله تعالى قراءة بكن وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم فخاطبهم بوصف الإيمان قبل تكليفهم بالأمر والنهي أهل سنة دليل برقانش خل دليل وكان ده نيمي قادسة amel degen imandaki bir şart kemal. Bu mükemmelliknin şartı. Kimiki bir adam bir amelni keltirelgen bolsa o adam kemaliyetini to'liq ko'rsagan qo'li keltirgan bo'ldi. Kimiki tark etsa u mu'min deymiz. Ammo bu kamal degan bu martabani o'z nafsidan qochirib qo'ygan bo'ldi. Uni qachoniki istihlollik bilan bo'lmasa Alloh harom qilgan narsani halol sanash yoki inad bu bo'lmasa degandek yuqorida o'tib ketgan. Ahli sunnaning dalili dalolat qildi. İmanınki delilla, nesla, ayet ve hadisler dalalet kıldı şuna nimige imanın sabit ekanligiga. Buyruq ve çeklimlerden burun iman barqaror urilish bo'lganlik.
iymon mukammal u putdassab to'rt putdassab uning uchun rasmiy bu formlalashib bir o'rin ep bo'lganligiga bu kitobi sunnatdan bu nas dalillar dalolat qildi deydi. Birinchisi alloh taoloning so'ziga o'xshashki masalan ey mo'minlar deb turib ruku qilinglar va sajda qilinglar, Rabbinglar uchun ibodat qilinglar, yaxshilikni qilinglar, umidga najot topib qolgaysizlar deb avval ya ayyuhallazina amanu deb iymon bir qadar taklif berdi. Iymon bilan xitob qildi ularni. Ruku qılыңlar, secde qılın deyişti bu. Buna akıdın dedi de. Hemmini kanı et bilen keldi de et degeni mugayeratını talep kılgan. Nesla başka. Ma'tup başka, ma'tuptan değil başka. Demek vascudu, va'budu, irka'u degenin hemmisi nime bu amenu et buğan deyken bu iman nimmes, bu emel imanның nimesi emas, rukn emas, belkim o kamali degelikni özü şu deydi. Şart kamal demekçe deydi. والله تعالى نصوص غشاش كان يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا من عسى أن يكونوا خيرا منهم أي مؤمن الله İçinladın, kavimladın boğan bir kavmin, bir kavimle ergüz mezhar kılmasın. Ümit ki o mezhar kılınğıcı, o mezhar kılıçlardan yakşı kılışı mümkün diye oluşur. Amenu la yaskhar kavm. Bunun şunda imanını dep bulup mükemmel. Akadan nehi geldi bana. Bunun öz demek emel imanның rukni emas, belki kamaliyeti deganlik chiqdi deydi. Xitob qildi Alloh subhanahu va taolo osh mu'minlarga, faxotabahum. Xitob qildi Alloh subhanahu va taolo osh mu'minlarga imonning vasf bilan. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu deb, amanu ruk'u. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar degan o'xshash. Ularni buyruq va cheklimlar bilan taklif berishdan buruncha iymon degan sifat bilan xitob qildi. الثاني عطف العمل على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة كقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. İkinci bir amelni imanға atf qilish va amilu deb. Ya ayyuhallazina amanu allazina amanu va amilus solihat. Amanuga va amilu degan bu pil atf qilindi. Amalni atf qilish imonga va. Atf degan talab qildi mug'oyarani. O'xshashmaslikni talab qiladi-da. Ma'tublanay biroz o'xshashmaydi. Farqi bor degani uqtirdi-da, o'zini atf qilmagan gap. Mug'oyaratni talab qildi degan gap u amal iymonning qatoridan deganlik emas. Iymonning rukni degandan emas. Uningdan darak bermaydi o deydi balkim. Nima u? U iymondagi kamollikning sharti. Hargiz rukn emas deydi. Üçüncü el-imanu vel-maasi kad yectemi'ani. Kaqavlihi Teala ya eyyühellezine amenu la terfa'u aswatakum fawqa savtin nebiyyi. Ve kavlihi subhanahu ve in ta'ifatani minel mu'minin iqtatalu fa aslihu beynehuma. İman ve masiyet bazda bir yakib qilib qoladi. İman ve masiyet baz bir yakib qilib qoladi. Bunun özü nima? Bu demek bu rukn emas, amel imanning rukn emas, balki bu kamalning sharti deganlikning ifodasi deydi. Alloh taoloni so'rashga ey mu'minlar ovozinglarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ovozidan yuqoriroq ko'tarmanglar. Past ahvonda payg'ambar alayhissalom vaqt olsun yoki keyin katta qabristonlik olsun, masalan payg'ambar alayhissalomning ovozini yuqori qilib ovozini ko'tarmanglar deganga o'xshash. Alloh taoloning so'ziga o'xshashki ikki mo'minlardan bo'lgan ikki toifa va in toifatan minal mu'minina ikki guruh bir-biridan urushib qolgan bo'lsa agarda qanday qilinglar ikkisining orasini yarashtirib qo'yinglar deb. Aslı mo'min bilan urushish, bir-birisini qanday to'kish bu haromdi.
Ama ikisi urushib qolib qoldi. Urushgan bo'lgan bo'lsinmi, Alloh taolo uni mo'min deb sifatladi. Agar mo'minning qinni to'kish harom, irdan to'kish harom, harom bo'lgan bo'lsa edi, o holatning o'zida bu nima? Bu agar bu amal nim bo'lib qolib qolsa, iymondan bir rukn qilib qolsa, masalan bu ma'siyat bu nim bo'lmagan bo'ladi, buni mo'min deb atamagan bo'ladi. Allah subhanahu taolo mana bir-birisidan shunda qon kechib kurash qilib, bir-birisidan shunda qanni to'kib qolayotgan ikki toifa, ikki guruh nima bir-birisiga urushib qolgan bo'lsa, buni mo'minin deb sifatladi. Shuning o'zi o amal iymondan rukn emas deganni shundan ko'ra olamiz deydi. Taslihu baynahuma. Undaq bu ikkisini orasini yarashtirib qo'yinglar deydi. Shundaq iymon bilan ma'siyat bir yerga kelib qoladi deydi. Agarda u rukn qilib qolsa har bir jami kelmaydi. Amal bu iymonning cho rukn qilib qolsa bunda bir yer kelmaydi. وقد صار النزاع قديما وحديثا حول الإيمان وعلاقته بالعمل. فهل إذا وجد الإيمان لابد أن يستتبع العمل بشرائع الإسلام، وأن ترك العمل بما شرع الله يؤدي إلى فقد الإيمان والدخول في الكفر، أو أن الإيمان شيء والعمل شيء آخر؟ Yakın ve uzak zamanlarını tatip iman ve imanınki amallan bo'lgan aloqasi to'g'rida nurg'un talash tortishlar qo'zg'alib keldi. Agar iymon topilgan bo'lsa, bu iymon amalga egish lozimmi? Islomning shariat bilan bo'lgan, islomning ko'rsatmasiga uyg'un bo'lgan amalga egish lozimmi? Va amalni Alloh subhanahu taolo yo'l qo'ygan narsalar bu yo'l qo'ygan narsaga amalni tark etishini amal qilmaslik bu iymonni yo'qotib qo'yganlik kufr doirasiga kirib ketishga olib boramdi yoki iymon degan bir narsa amal degan boshqa bir narsami deganga o'xshash yaqin va uzoq zamondan tortib iymon va iymonning amalga bo'lgan aloqasi to'g'risida nurg'un talash tortish qo'zg'alib kelgan deydi. الإيمان هو التصديق القلبي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من الدين بالضرورة، فمن صدق بقلبه بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن. وبهذا لا يصح الحكم على فرد أو أفراد أو مجتمع بالكفر إلا إذا جهر بالكفر أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة. İman degan bu qalbga aloqador bir ishonish, uni tasdiqlashdan iborat bu bir javhar, bu bir e'tiqod. Nimaga tasdiq qilish deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsaning hammasi uchun qalb bilan tasdiq qilish degan bo'ldi iymon degan. Va dindan bidurur ma'lum bo'lgan narsaning hammasi uchun qalb bilan tasdiq qilish degan bo'ldi iymon deydi. Kimiki o'z qalb bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsaning hammasiga tasdiq qilibdi. Qamisi mo'min buning bilan qanday qiladi? Mushun bilan durust emas hukm qilish birda bir shaxsga yoki birda bir shaxslarga yoki birda bir jamiyatlarga kufr bilan hukm qilish durust bo'lmaydi. Lekin durust kufrni ochiq oshkor qilsa, yoki dinimizdan biz zarur hammanglarga aniq bo'lgan ma'lum bir arkonlarni inkor qilgan qadar dindan biz zarur ma'lum bo'lgan o nimani hukmlarni inkor qilsa, u vaqtda qanday qilindi deganda kufr bilan hukm qilishga durust.
Enin gayrede küfürlen hüküm kılışkı bulmaydı o değil. ونرجو وما دام الفرد أو الأفراد يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من أمور البعث والحساب إلى آخره. Kaçanik bir şahs, ya bakan şahsla Allah'a, Allah'ın ferişteleri, kitapları, peygamberlerine ve kıyamet günüge ve o kıyamet günündeki ba'as, hisap, nisapni ibaret bu xil nazik hisabatlığa, bu xil bu küllerge işinde kalan bolsa آخر قسلك وما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقرون بفرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج ولا يحلون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما أحله الله ورسوله ما داموا كذلك فهم مؤمنون ناجون عند الله تعالى وهم مسلمون. Vakaçan hem ula şehadet etip devamlasa şuna çokum yok ilah Allah'tan başka ilah yok. Hakikaten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın peygamberi edip muşun guvalık biriplam devamlasa namaz, zakat, Ramazan ve hajnınki farz ekanligiga iqror qilib qat'iy uning uchun itiraf qilsa ve Allah'ın Resulü haram kılmasını halal kılmasa ve Allah'ın Resulü halal kılmasını çok haram kılmasa madamu kezelik kaçanık aşındaklam bu kesse muş liniya muş kat üstlüklam davamlaşıp kelse ola mümindir Allah'ın huzurunda ola bu ağır küllerden yani devzak azabından kurtuluşudur ola Müslümandır. Ve amma men enkara şey'en يجب الإيمان به أو الإقرار به فهو كافر وأما الطاعات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وعمل الخيرات فمن أداها فقد استكمل الإيمان ما دام قد صدق وأقر ومن فرط في شيء منها عاقبه الله بمقدار ما فرط ومن ارتكب المنهيات مثل شرب الخمر والسرقة والزنا فإنه ينال جزاء ما اقترف من الذنوب والخطايا في نار جهنم ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة بإيمانه وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فلما ألح أبو ذر في السؤال 3 مرات فقال وإن زنى وإن سرق فقال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. Hoş. Ama bir narsa inkar qilib, onunğa iymon keltirish vojib bo'lgan bir narsa inkar qilib. Eningga iymon keltirish vojib bo'lgan, onunğa iqror qilish vojib bo'lgan narsa inkar qilgan bo'lsa odam kafir. Ama namaz, roz, Ramazan, zakat, haj ve başka yaxşılıklardan bo'lgan taat, ibadat, yaxshi ishlarchi kimiki uni odam ado qilgan bo'lsa, iymonni mukammal qilgan bo'ldi. Qachonki odam tasdiq qilsa va iqror qilgan bo'lsa, qachonki osh narsadan bo'lgan birda birsida hadini eshib ketsa, uni qilolmay qoldi. Uni qilolmay qolgan bo'lsa, hadini eshib ketgan bo'lsa, Alloh hadini oshganning miqdorida jazolaydi uni. Kimiki Allah Allah'ın Resulü çekilgen çeklenmelerini kıp kalgan bolsa, arak içiş, oğurluk kılıç, zina kılışın ibaret. O adam bu günah ve bu hatalıklarga irtikap kıp kalganın miktarının cezasını ço cehennemnin otuda öteydi onu. Ta şu şey kapırdı bu işler. Veleyazbillah. Anından kin bu cehennemden bu dozaktan çıkıdı. Ve o adamço imanının savulan cennet kirdi deydi.
Kimiki ve çukum dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimiki dese la ilahe illallah dese cennet kirdi dedi. Degende Abu Zar radhiyallahu anhu çın turvalda bu sual soraştı. Üç kata arka marka çın turvalda. Nemi de dedi ki ve inzana ve insaraka. Zina kısmı, oğurluk kısmı. Aynen cennet kiremdo. Eğer zina kısmı ve oğurluk kısmı cennet kirem diye Resulullah aleyhi ve sellem dehalal cennet dep tuğanda dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve inzana ve insarak rağma anfe Abi Zarrın. Yani Abu Zar'ninki mana burni to'piq bo'linib ketsin. Demakchi uni duo qilayotganlik emasmi? Biz ishimiz bog'liq. Voy, deb qo'ygan bir gapim bor. Voy, mana qan gapini degan bir gapim bor. Shu o'xshash masalan. Bir qator desa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan ekan, "Sami'na va ata'na" deganning o'rnida voy yana nima va inzana va insaraq degan ekan, degan gapi. Raqma anfi Abu Zarr. Abu Zar'ning burni to'piq siqib qolsin, to'piq milinib ketsin, to'pig'i yassin degandek ma'noda bu. Arablarning aytib qo'llangan kelimalar ekan. وبهذا يظهر لنا خطأ خطأ تكبير مجتمعاتنا وبهذا يظهر لنا خطأ تكبير مجتمعنا المعاصر وتكفير أفراده إذ إن النصوص الدينية صريحة في أنه لا يصح الحكم بالكفر إلا على من صرح به أو أنكر معلومة من الدين بالضرورة وأن الذي يحكم بالكفر هو مؤسسة القضاء بعد التشاور مع أهل الاختصاص ولا يجوز لشخص أن يحكم بالكفر على شخص معين وليس معنى نقدنا لدعوى تكبير هذه أننا نقر ترك الطاعات واقتراف الذنوب وارتكاب الخطايا وإنما نحن نرى أن من ترك طاعة وهو غير جاهد بها فإنه سينال عقابه عند الله في الآخرة ولا يصح أن نطلق عليه الكفر أو نصفه أو نحكم عليه بالكفر. Bununla bizga ro'shan bo'ldiki, bizning hozirgi jamiyatimizni kupurga nisbat berishning xatoligi. Voy palani kafir, pustani kafir, undamla deyishimizning naqadar xato ekanligi ko'rinib turibdi. Va u jamiyatninki shaxslarni kupurga nisbat berishninki xatolik ekanligi ko'rinib turibdi. Chunki diniy hujjat nasla nayt ochiqda. Şundak roşan, şunu çıkın küpürlen hüküm kılışın durus emeskelligiga. İlla kim gelse şu küpür kelimesini uç aşkar adamga yaki dindim biz zarur ma'lum bo'lgan narsaning o'zini inkor qilgan odamning o'zini küpürle hüküm qilishga bo'lganligi, bo'lmas küpürle hüküm qilishga bo'lmaydiganligi haqida diniy nususlar, hujjatlar nihoyatda nima uchuq deydi. Ve küpürlen hüküm kılgan kişi kim? Kim şunu salayetliktisi o olsa sot mahkemleri ve muassasatul kada sot muassas urları. O şununki taxassus ahlan, şununla mahir, şununla ait xibretli kişiler bilen maslahat qilib bo'lgandan keyin sotning ahli, sotninki kollegiyasi bular qanday qiladi? Ular kufr hukm qiladi. Bo'lmasa xohlagancha odam uydan chiqqan patliklarlar o'zini shu nimaga radikal fikrga tayinib, o kufr, bu fisqi, bu bidatxo'r, u deb hukm qilishni o'zi nihoyat cho'ng xatolik ekanligi shuni ko'rinib turadi deydi. Vadur olmaydi bir shaxs uchun ham muayyan bir odamga kufr bilan hukm qilishni bir odamning haqqi emas, bir odam durust emas u. Endi bunaqa deganlikni o'zi emas, bizning bu tanqid qilganligimizning ma'nosi. Mushu kufrga nisbat berish, mush kafir qilib o'tishgan davoni biz tanqid qildik ana yuqorida. Bundoq qilsiz bo'lmaydi. Xohlagan bo'yicha buni sotqa nima qiling? Sot kollegiyasi buni muassasatul qado. Bu shularni ishi shular hukm chiqarsin. Bir odam xohlagan bo'yicha bir kufr deb hukm qilmasin deb biz bu xildagi kafir
qilib o'tishdan iborat bu davoni tanqid qilishning ma'nisi chuqur biz bu toat ibodatlarni tark etsangiz bo'ladi, tark etganlarni iqror tark etsangiz bo'ladi deb buni taqrir qilganlik emas bu deydi. Va gunohni irtikob qilganlik, iqtirofi zunubi, gunohni ishlaganlikning o'zini gunohni ishlaganlikning o'ziga bir iqror qilganlik emas. Bu gunoh qilsangiz bo'ladi deganlik chiqmaydi. Toat ibodatni tashlasangiz bo'ladi degan chiqmaydi bu. Biz bu tanqid qilishni ma'nosi bu yerga olib bormaydi. Va xatolarni irtikob qilsangiz, bir xato ishlasangiz bo'ladi deb yoki xatoni irtikob qilishning o'zini bu taqrir qilib bo'ladi deganlik bu bundan darak bermaydi bu. Biz bu kufr qilishni takbirning davosini tanqid qilishimiz bu emas. Chuqur biz o'ylaymizki, haqiqatdan bir odam bir toatni tark etgan bo'lsa, u toatni tark etgan bo'lsa, bir yaxshi ishni tark etibdi, u odamcho u toatni inkar qilmabdi, tanmaydi ekanda. U Allohning Rasuli tarafidan shundoq mashruulashgan, qonunlashgan ish ekanligini biladi ekan. Uni hech bir shak shubha qilmaydi, inkor qilmaydi ekan. Ammo malasab uni tark etib qolibdi. Chuqur odam o'zining tegishli jazosiga yetadi. Jazosini tortadi qiyomatda Allohning huzurida. Ammo muhim bo'lgani buni shu kufr degan kalimani ishlatishga bo'lmaydi. Yoki kufr bilan sifatlashga bo'lmaydi, yoki unga kufr bilan hukm qilishga ham bo'lmaydi. Unga bizning haqqimiz yo'q deydi. ونرجو لكل فرد من أفراد هذه الأمة أن يهديه الله سواء السبيل وأن يبصره بأمور دينه. Biz şu ummatniki şahslardan, azalardan olan her bir aza için, her bir kişi için şunu ümit kılımız ki Allah o kişinin yolunun en tüp düz yolga başlap koyuşunu ümit kılımız. Ve Allah subhanahu wa ta'aladan yani o kişinin özün dininin işlerini ro'shan bir ravishda ko'ralaydigan va uni ado qilolaydigan va shu masirat shu sog'lom masirat ustida davomlashishni umid qilamiz. Bizning oxirgi umidimiz shu. Biz hargiz bu kufr bu masalalarda oldirog'lik qilib bidatxo'r bu fosiq va hokazo deb buni oldirab hukm qilib ketishdan faqat bundan jiroq qilmoq lozim. Bu bir shaxsning ishi emas. Bu muassasatul qadoninki, qado al islamiyninki ishi deydi. İnşallah bugun vaqt itibari bilan o'shagacharoq bo'ladi. Keyingi darsimizni inshaalloh oldimizda davomlashtiramiz. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.